Medusa Dubbing. Eng so'nggi animelar. Janob Gil, barcha yuklaringizni olib keldik. Bu uchun rahmat. Bu juda tez bo'ldi. U yumushlari unchalik qiyin bo'lmasa kerak-a? Ajoyib ish bo'ldi. U juda ham yoqimtoy. Katta rahmat. U Alenning chaqiruvchilaridan biri. Yaxshi, yangi yashash tartibimiz ish beradiganga o'xshaydi. Men buni qilishim kerak. Otamni o'rnini bosaman va oilamiz yana o'z uyiga ega bo'lishini ta'minlayman. Kil Karnellar oilasi yana zodagon bo'lishni orzu qiladi. Go'yoki qirollik elchisi. U 5 yil front chizig'ida xizmat qilgandan keyin shunday bo'lishiga va'da qilgan emish. Bu biroz shubhali. Buni tekshirib ko'rgan ma'qul. Medusa Diving namoyish etadi. Telegramdagi Medusa Diving kanaliga obuna bo'ling hamda bizni tomosha qilishni davom eting. Chopar kanallarida tomosha qila ko'rmang. もしも子供に戻れたら斬新じゃない努力で限界突破一つでも何かが違えばここには来れなかったかもしれないなもう満体超安定不安はないわけがないけどみんなの簡単より僕だけの難しい害配られたカードの生かし方が足跡生まれ方は選べないけど生き方は選べるぜまるでもない罰でもない三角でも四角でもないまだ名前のないその日々をもっと愛したい剣でもない盾でもない魔法でも夢でもないその輝きで僕を僕にしてくれてありがとう守りたいもう愛してるも好きも全部ここに生きること全部使おうここで生きていこう Xo'sh, B darajali zindonda bosib olish vaqti keldi. Ha. Bu C darajali zindondan uncha farq qilmaydi. Ammo bu yerdagi maxluqlar D va B darajada bo'lishi kerak. Bundan tashqari zaharlanish va o'q tuzoqlari ham bor. Oldindan shifo baxsh dori ichib olishimiz kerak. Judayam jirkanch. Yaxshi, yaxshi. Phoenix bu yerda asqotishi kerak. Hamma yo'lga tushamiz. 5 ta guruhdan faqatgina bittasi bu zindonni yenga olar ekan. Shuning uchun qattiq kurashishimiz kerak. Chaqirish, Fran. Qani ketdik. Juda yaxshi. Xazina sandig'i. To'xta, Kil. Bu aniq tuzoq bo'lish kerak. Yaxshi fikr. Mariya, bir ko'rib chiqa olasanmi? Xo'p, bo'ladi. Qani, ochila qolchi. Qanday yoqimsiz kutilmagan holat. Taqlidchi maxluq. Demak, xazina yo'qmi? Mariya, psixokinez. Xo'p, bo'ladi. O'lim senga. Mana senga, mana senga, mana senga o'lib ket. Uni yengdi. Taqlidchi maxluqlar bedarajali bo'ladi, shundaymi? Bu zo'r. Mariya juda kuchayibdi. Hattoki bedarajali maxluqqa ham yarim mp sarflabdi. U juda oson bo'ldi. Xazina sandig'i paydo bo'ldi. Metril boltasi. Buning evaziga 50 ta oltin tangadan ko'p olamiz. Rostdanmi? Qani davom etamiz. Hushingga keldingmi? Uxlatuvchi tuzoqqa tushib qoldimmi yoki nima? Oldinroq gapimga kirib, shifo baxsh dorichi bo'lishing kerak edi. Tom yomon bo'lsa ham. Yo'q, men buni ataylab ichmadim. Tekshiruv vaqti keldi. Mariya, Chaqirdingizmi? birinchi nima bo'lganini ko'ramiz. Biz unga nima bo'lganini aytmadikmi? Tuzoqqa qolishtirib yubordik. ほっといて平気 Biroz qolamiz shekilli. Krena, men bilan shug'ullanib ko'rasanmi? Albatta. Mariya, uxlab qolishimdan oldin nima bo'lganini aytib bera olasanmi? Fran u yerdagi plitkani bosib oldi, keyin esa bir to'da o'q gaz chiqdi.
Undan keyin nima bo'ldi? Barcha franlar uxlab qolishdi. Boshqalarchi? Ularni hammasi yaxshi edi. Men esa Birdaniga uxlab qoldingiz. demak tuzoq qolganlarga ta'sir qilmadi, chunki ular panatsiyadan ichib olishgan edi. Meni nima uyg'otdi o'zi? Men sizga garnish ishlatdim. Maponing qobiliyatidan chiqadigan buyummi? Bir necha soniya ichida uyg'ondingiz. Tushunarli. Ta'sir doirasi 5 metrga teng ko'rinadi. Uxlab qolmayapman. Ha? Garnishni ta'siri hali ham bormi? Ha? Fran uxlab qoldi, lekin Marian sen uxlamagansan. Ha? Boshqa chaqiruvchilarimga nima bo'lishini ko'ramiz. Ha? Mochsu. Wake up. Ha? Tushundim. Nimani tushunib yetding? Hozirgacha barcha o't turidagi chaqiruvchilarim HP hamda MPni tiklash uchun buyumlar yaratardi. Shuning uchun keyingisi nima bo'lishini taxmin qilgan edim. Endi bunga aminman. Garnish bu tiklovchi buyum. Uxlatuvchi tuzoqlar hayvon turidagi chaqiruvchilarga albatta ta'sir qildi, lekin o't yoki ruh turidagilarga hech qanday ta'siri yo'q. Qoyil, buni juda oson qilishibdi. Xo'p, tabriklayman. Buni ol. Buni uddaladim. Ajoyib! Barakalla Dogora. Dogora, mahoratingni tushunib yetdingmi? Albatta, bu juda ajoyib. Nihoyat mahoratdan foydalana olaman. Haqiqatan ham Dogoroning mahorat tajribasi oshibdi. Tabriklayman. Alen, tekshiruvni tugatgan bo'lsang, unda zindon yurishini davom ettiramiz. Mahoratimni ishlatib ko'rmoqchiman. Yaxshi, ketdik. Dam olish kunlari 2 oylik zindon kezishlardan so'ng nihoyat bunga erishdik. B darajali zindonning oxirgi qavatiga yetib keldik. Mana u, bu zindonning B darajali boshlig'i. Adashmasam, buni katta to'ng'iz deb atashadi. Ha, buyuk to'ng'izdan bir pog'ona yuqori. Shunaqa. Uyda o'qiladigan to'ng'izimizdan kattaroq va yovvoyiroq turiga o'xshaydi. Maxluqlar to'dasiga to'la zindonga bundan yaxshiroq boshliq yo'q. Har holda, imkoniyatimiz haqida xavotirda emasman. Hamma o'z mahoratini so'nggi 2 oyda 3 darajaga ko'tardi. Men doim chaqiruvchini maxluqlar uchun buflar deb o'ylagan edim, ammo ma'lum bo'lishicha hammaga o'xshash mahoratga ega ekan. Hamma bir xil mahoratga ega ekan va ular oddiy rejimda juda tez ko'tarilishadi. Jin ursin, ular meni ortda qoldirishadi. Yuqori himoya. O'zim boshlab beraman. Olov nayzasi. Ayiqlar, chaqirish. Kuniga bir marta ishlatadigan mahoratimdan foydalanish. Yutib yuborish. Krena, Dogora, sizlar boss bilan jang qiling. Tushunarli. Meni mahoratimni ko'r. To'liq kuch. Havo kesishi. Endi Krena, hayotiy nuqtasiga zarba ber. Yaxshi. Kesish zarbasi. Hammasi joyida. Yaxshi ish qilding, Krena. B darajali maxluqni osongina yengdik. Uning qilish hukmdori mahorati o'ta xavfli. Yuqori davolash. Katta rahmatki. Ha? Xazina sandig'i. Qarang, bu kumush sandiq. Bu narsa nima? Metrildan ham qattiqroq bo'lgan skarletitdan yasalgan musht. Buni bir necha yuz oltin tangaga sotsak bo'ladi. Bir necha yuz deysanmi? Katta pul. U buni oilasi uchun deyishni yoqtiradi. Lekin menimcha u ko'proq Haqiqiy pulparast yoki bo'lmasa pul targ'ibotchisi. B darajali zindonda tozalash ko'p vaqtni olmadi. Ular haqiqatan ham juda yaxshi. Ularning qanchalik kuchliligini hisobga olsak, oddiy rejimda ularning ustidan kulib bo'lmaydi. Shunga qaramay insonlar iblislar qo'shiniga qarshi qiynalayotgani maxluqlarning qanchalik kuchli ekanligini ko'rsatadi. Bitirgunimizcha hamma yuqori darajaga yetishini ta'minlash kerak.
shu bilan o'zimni ham. Hell Mode faqatgina Meduza Diving'da chopar kanallaridan aslo ko'rmang. So'nggi 1 oy ichida o'z maxluqlarimni B darajali zindonni tozalashga yubordim. Juda yaxshi holda 34760 C darajali sehrli toshlar va 425 oltin tanga yig'ib oldik. Men C darajali toshlardan boshlang'ich kapital sifatida foydalanib, 310 mingta D darajali sehrli toshlarga so'rov yubordim. Bu topshiriq limiti oyiga 50 ming, tushundingmi? Xazina jamg'armamizdan yangi jihozlarni sotib olish uchun foydalandik, jumladan uyga borib kelishni osonlashtirish uchun arava va zindonni kezish paytida vaqtni kuzatib borish uchun sehrli soatni sotib oldik. Yakuniy imtihonga kelsak, hamma mo'jizaviy tarzda o'tdi. Oson. Avgust kelishi bilan biz 2-chi B darajali zindonni zabt etdik va akademiyada 2 oylik ta'til boshlandi. Ya, bu uzoq parvoz bo'ldi. Uyga qaytdim. Bu Alenning ovozi emasmi? Sizni ko'rganimdan xursandman, janob Gerda. Anchadan beri ko'rishmadik. Qanday qilib bu yerga kelding? Aslida men hali ham akademiya shahridaman. Lekin men sizlar bilan pop orqali gaplasha olaman. Tushunarlimi? Va u orqali bizni kuzata olasanmi? Naqadar g'aroyib qobiliyat. Alen aka. Yo, Mash, ko'rinishing a'lo. Senga bir narsa olib keldim. Xatmi? Buni o'qiyman. Krena va Dogorodan ham xat bor. Krenadanmi? Afsuski, o'qishni bilmayman. Keyinroq sizga o'qib beraman. Juda yaxshi. Barchangizni yaxshi ekanligingizdan xursandmiz. Iqtidoring bilan qilayotgan ishlaring yanada g'aroyib bo'lib bormoqda, Alen. Men hech qanday iqtidorga ega bo'lmadim. Baholash marosimiga bordingmi? Ha, lekin u iqtidorsiz ekan. Tushunarli. Miula, lekin bilasanmi? Sen ham xuddi oyim va dadam kabisan. To'g'ri, xuddi shunday. Eshit, Alen, ajoyib yangilik bor. Men yaqinda yangi chegara qishlog'ining oqsoqoli bo'laman. Kelasi yil aprelda ko'chib o'tamiz va qurilishni boshlaymiz. Ajoyib-ku. Sizni tabriklayman. Men ham o'z oilamni Dogoro bilan birgalikda olib ketyapman. Boshqalarga ham aytib qo'y. Tushunarli. Oyim va dadam endi 30 yoshdan oshib qolishdi. Bu ularning hayotida yangi bobni boshlash uchun eng yaxshi vaqt. Xo'sh, dada, agar oqsoqol bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'qish va yozishni o'rganishingiz kerak. Alen, sen bo'la, shu jumladan men ham. Tushundim. Demak, Karnel o'g'li bilan uchrashding. Ha, boshida biroz keskinlik bo'ldi. Lekin kelishib olganimizdan keyin Kil yaxshi do'stga aylandi. Biz u bilan birgalikda darslarga qatnashib, zindonda kezyapmiz. Shunday deyotgan bo'lsang, xavotirlanishga hojat yo'q. Lekin Kil qirollik elchisi bilan uchrashgan. Agar u urush harakatlarida 5 yil xizmat qilsa, Karnel oilasini tiklashga va'da bergan. Qirollik elchisi? Bu haqida saroyda biror gap eshitdingizmi yoki shunga o'xshash? Yo'q. U holda qirollik elchisi yolg'on va'da berayotgan bo'lishi mumkin. Bu ish imkonsiz emas. Oliy hazratlari buni amalga oshirishi mumkin. Biroq, agar Kil ruhoniy iqtidorga ega bo'lsa, unda bu firibgarlik bo'lish ehtimoli yuqori. Nima uchun bunday deyapsiz? Urushdan tirik qaytganlarning barchasiga alohida e'tibor berish kafolatlanadi. Shuning uchun ko'plab zodagonlar o'z ixtiyori bilan farzandini yuborishadi. Faqat ular bolasini xavfsizligi uchun yaqin atrofida davolash iqtidoriga ega bo'lganlarni bo'lishini xohlashadi. Davolash iqtidoriga ega bo'lganlar odatda qirollik ichida odamlarni davolaganliklari uchun ular frontda juda oz. Boshqa tomondan, Rosenheim elflari bu bo'shliqni to'ldirishga bizga yordam berishadi. Lekin ular turli sababga ko'ra alohida ishlolmaydi. Bu ruhoniylarni juda qimmatli qiladi va ko'pchilik yosh zodagonlar uchun shaxsiy davolovchi sifatida manipulyatsiya qilib olib kelinadi. Ishlatib, foydalanish uchunmi? Zodagonlar ularning xizmati tugagandan keyin ham front chizig'ida ushlab turish uchun yashirin bitimlar tuzishadi. Ba'zilar faqatgina tobutda qaytishadi. Bularning barchasi Kilning boshiga tushadi demoqchimisiz? Karnel o'g'lining iqtidorini bilgan zahotiyoq uni uzoqlashtirdi, to'g'rimi? Bu faqatgina u bolani qurol sifatida ishlatilishini anglatadi. Bu narsa juda ham jirkanchli ish. Lekin
Hammasini tushundim. Kil oddiy odamga aylangandan so'ng, qirollik elchisi uni aldab, urushga qo'shilishga majbur qilgan. Eng mantiqiy tushuncha shu, to'g'rimi? Shunaqa. Lekin ularning maqsadi nima? Qirollik elchisiga bundan nima foyda? Yoki bunda ularning ortidan ipni tortib turgan boshqa inson bormi? Kil o'zini ochko'zligiga qaramasdan yaxshi yigit. U shunchaki oilasi bemalol yashashi uchun 5 yil front chizig'ida yetarlicha pulni tejashga uranyapti. Uni manipulyatsiya qilishlariga yo'l qo'ymayman. Janob Granville, menda bir g'oya bor. Xo'sh, buni eshitaman. Men qirolning oldiga to'g'ridan-to'g'ri borib so'rayman. To'xta, Alen. Bu narsani men hal qilishimga ruxsat bera olasanmi? Qirollik elchisi uni aldab, Granville oilasi uning oilasiga tuhmat qilganligini aytgan, to'g'rimi? Mening nomimda shunday pastga urishganlarga qo'l qovushtirib tura olmayman. Tushunarli. Kattakon rahmat. Biz hali bir muncha vaqt frontga bormaymiz. Sizga ishonamiz. Yozgi ta'tilda biz zindonga ko'proq bora olamiz. Oxir-oqibat biz bedarajali zindonni zabt etdik. Mana marhamat, yangilangan sarguzashtchi kartalaringiz. Kattakon rahmat. Ular B darajadami? Ular talaba emasmi? Bo'lishi mumkin emas. Nahotki? Keyingi safar A darajali zindonni zabt etishga urinib ko'rishingizni kutaman, lekin ogohlantirishim kerak. Nima dedingiz? A darajali zindonlarni o'rganadigan sarguzashtchilar juda ham kam, chunki oxirgi qavatdagi boshliq maxluqlar o'ta ham dahshatli. Ular noma'lum tuzuqlarni o'z ichiga olishi mumkin. Hujjatlarni diqqat bilan o'qib chiqishingizni maslahat beraman. Tushunarli. Munosib jihozlar uchun sarguzashtchilar gildiyasi tomonidan o'tkaziladigan auksionda qatnashishingizni maslahat beraman. Auksion? Ha, o'zingiz topgan buyumlarni auksionga qo'yib yaxshigina pul ishlab topishingiz ham mumkin. Yoki noyob buyumlarni olish uchun savdolarda qatnashishingiz mumkin. Mapani tiklaydigan uzuklar bormi? Afsuski, men bilishimcha ularning hech qaysi biri yo'q. Ba'zida tiklaydigan yoki zaharga qarshi uzuklar paydo bo'lishi haqida eshitganman. Tushundim. Bu ish oson bo'lmasligini bilardim. Lekin bu auksion juda katta tadbirga o'xshaydi. Oy, Alen, nima qilamiz? A darajali zindonni zabt etamizmi? Albatta. Tafsilotlarni ko'rib chiqsak bo'ldi, keyin ishga kirishamiz. Alen, uyg'on. Xayrli tong. Yer ostida bo'lganimizdan keyin tong deb atash qiyinroq. Uxlab yotganimizda Hawkinslarni yubordim, lekin oxirdan darak yo'q. A darajali zindon juda katta ekan. Faqat shu qavatni o'zida necha kun o'tkazdik? 3, yo'q 4 kun. Chodirlarni qurishni yomon ko'raman. Uyga ketkim kelyapti. Mariya, biror maxluq hujum qildimi? Bir nechtasi, lekin men ularni hammasini o'ldirdim. Ajoyib. Maxluqlar portlash mahoratidan ehtiyot bo'lib ishlatganimiz uchun uxlab yotgan bo'lsa kerak. Qani, oppa, turamiz. Ketdik. Ro'paramizda 2 o'riklar qiroli va bitta siklop. Dogora, bu safar xato qilmasa yaxshi bo'ladi. Buni bilaman. Bedarajali maxluqlar endi ularni qo'rqitmayapti, shundaymi? Qani? Kesish! To'liq kuch. Olov nayzasi! Bo'ldi. Dogora. Men deyarli buni tugatdim. Ajoyib, yengdim. Dogora, ehtiyot bo'l. Dogora. Ular g'oyib bo'ldi. Bu yomon. Teleport tuzog'i. Tele nima? Ular zindonning boshqa qismiga yuborishadi. Boshqasi bo'lsa mayli edi, lekin ular. Krena, siklopni yo'q qil. Tushunarli. Qo'limdan kelganicha Mariyaning kartalarini yarataman. Chaqirish. Mana men. Mana bu hayot bargi va sehrli urug'larni ol va Cecilia va Dogoroni top. Xo'p, bo'ladi.
Ajoyib. Tezroq, ularni qutqaraylik. O'ylamasdan yugursak ularni topa olmaymiz. Chaqiruvchilarim ularni qidirmoqda. La'nati. Olov nayzasi. Dogora. Oxirgi davolash buyumini ishlatib bo'ldim. Yo'q, shoshmay tur, men ham tekshirib ko'ray. Menda ham yo'q. O'tirgin. Bu juda zo'r edi. Dogora. Hammasi joyidami? Ularni topdim. Rostdanmi? Xudoga shukr. Mariya, biz yo'ldamiz. Yordam tez orada yetib keladi. Hozircha shu yerda qolinglar. Baribir qimirlashga holim yo'q. Boshqa ilojimiz yo'q. Bu mahluqlarni yengib shu yerda kutib turishimiz kerak. Krena, Kil. Qattiqroq ushlab oling. Fron, tezlash. Mana senga. La'nati. Labirint bunchalik murakkab bo'lsa, qayerdaligini bilib ham bo'lmaydi. Dogora, Cecil. O'lib qolmanglar.